Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi obyektimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni metall konstruksiyadan tayyor bo'lgan domigimiz. To'liq ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Bu domigimiz razmeri 6 metrga 5,5 metr. Ya'ni 33 kvadratni tashkil etadi. Bunga ikkita xona, bitta oshxona, bitta sanuzel tayyorlab berdik. Romlari mokriy rom, mokriy proof naslidan foydalanganmiz. Kirish eshigimiz temir eshik. Temir eshigimizni ham izolyatsiya qilganmiz, ya'ni issiq sovuqqa chidamli bo'lishligi uchun. Kira olishimiz koridor. Koridorda oshxona hisobida qilib tayyorlab berganmiz. Bu tomonga oshxona mebellarini qo'yib beramiz, xudo xolasa. Koridorimiz razmeri 1.80 ga 4 metr bo'ldi. Bu tomonimizda sanuzel. Sanuzelimizda bitta rakvina, ariston, dushovoy poddollari bilan va qo'shimcha tualetga joy tashlab ketganmiz. Uni o'zlari o'rnatib olishadi. Va bu tomonda ikkita xona, ya'ni bittasi detskiy, bittasi spalniy. Xonamizning razmeriga keladigan bo'lsak 3 metrga 3,5 metr. Obshivkalarimiz dekor plus 2 qavat qilib izolyatsiya qilganmiz, ya'ni miniota bilan po'kak solganmiz. Oynaklarimiz alyumin oynaklardan tayyorlangan 2 qavatli oynakdan foydalanganmiz. Issiqqa, sovuqqa chidamli bo'lishligi uchun. Eshiklarimiz, ichkari eshiklarimiz indef eshik, juda ham sifatli eshiklar. Ikkinchi xonamiz razmeri ham 3 metrga 3,5 metr. Gilamlari yozilgan, elektr montajlar 100% tayyor bo'lgan holatda egalariga patkilib shu holatda topshiramiz. Bu domigimizni 1 kvadrat metri $200 dan chiqadi. Ya'ni 33 kvadrat bo'ladigan bo'lsa $6,600, ya'ni $6,500 ga tayyorlab beramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Uychi usta kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan da yaxshi videolarni joylab borishga harakat qilamiz. Videoga bitta like bosish esdan chiqmasin.